U qudratli bo'lishi kerak. Chunki hozirda mavjudlik faol ravishda davom etmoqda. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu muhim tadbirda ishtirokingizni chin dildan qadrlaymiz. Hamma qilayotgan ishlaringiz uchun sizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Endi ushbu dalillardan so'ng hurmatli Javed Axtar sohibdan fikr bildirishni so'rayman. Xohlasangiz, o'tirgan holda gapirishingiz mumkin. Avvalo, muftiy sohibga bir yaxshi xabarni aytmoqchiman. Ilm-fan sohasidagi bilimlarim juda kam. Shuning uchun bu borada tashvishlanmang. Bu Xudo haqidagi dalil yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Ba'zi dinlar 3-4 ming yillik bo'lishi mumkin. Inson esa Homo sapiens sifatida taxminan 10-12 ming yildan beri mavjud. Har doim nimagadir ishonch bo'lgan. Bu e'tiqodlar nodon odamlar uchun emas edi. Xudo obrazi yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Masalan, qadimgi Misrliklarda bunday e'tiqod bo'lgan. Ular piramidalarni qurgan. Rimliklarda ham bo'lgan. Ularning o'z me'morchiligi va senati mavjud edi. Aholi soni cheklangan bo'lsa-da, aynan ular demokratiyani yaratgan. Ularning o'z Yupiteri, o'z rasi, o'z vulkani bo'lgan. Ularning e'tiqodlari bugungi odamlar e'tiqodlaridan kam emas edi. Xristianlik Yevropaga kelishidan oldin u yerda German dini mavjud bo'lgan. U yerda qudratli bir Xudo bo'lgan. Uning sodiq xotini, 2 jasur o'g'li va go'zal qizi bor edi. Xristianlik kelgach, bu dunyo go'yoki butunlay yo'q bo'lib ketgandek tuyuldi. Agar siz ularga ishonganlarni johil deb atasangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Ular o'z davrining juda qobiliyatli insonlari edi va buyuk ishlarni amalga oshirganlar. Vaqt o'tishi bilan bu dunyoda hamma narsa o'zgaradi. Ammo bu muhim savolda har bir jahon dini sizdan eng asosiy narsani, samimiy iymonni talab qiladi. Xo'sh, iymon aslida nima? Iymon bilan oddiy ishonch o'rtasidagi farq nimada? Agar kimdir, agar Xudo mavjud bo'lsa, uni menga ko'rsating desa, bu juda sodda va hatto biroz ahmoqona bo'lardi. Men Shimoliy qutb mavjudligiga ishonaman. Nega? Chunki yer bo'lsa, uning yuqori nuqtasi bo'lishi kerak. U yerga borgan odamlar bor, guvohlar bor, sabablar bor. Bu iymon emas, bu ishonchdir. Xo'sh, iymon bilan ishonch o'rtasidagi farq nimada? Iymonda dalillar, ratsionallik, mantiq va tasdiqlar bo'lmaydi. Agar siz biror narsani bularsiz qabul qilsangiz, bu iymondir. Agar dalillar va guvohlar bo'lsa, bu ishonch bo'ladi. Agar men mantiqsiz, dalilsiz, tasdiqsiz bir narsani qabul qilsam, bu xurofot bo'ladi. Masalan, agar men Ron Mast mening akam deb ishonsam, men xursand bo'lish imkon. Hatto ichki xotirjamlikni ham hisob qilman. Ammo bu boshqa odamga nima beradi? Siz u bilan hech qachon uchrashmagansiz-ku. Iymonning ma'nosi shundaki, uni isbotlab bo'lmaydi. Agar isbotlab bo'lsa, iymon kerak bo'lmas edi. Siz aytgan orol va to'p haqidagi misolga qaytsak. Qiziq tomoni shundaki, siz orolni kim yaratganini so'ramadingiz. Sizni faqat to'p qiziqtirdi. Sizni faqat to'pni kim yaratgani qiziqtiradi. Siz faqat to'pdan hayratlanasiz. Biz esa oroldan hayratlanamiz. Siz hatto bu orol haqida savol bermadingiz. Men qanday qilib dunyoga keldim? Mening tug'ilishim oldindan rejalashtirilganmidi? Men rostdan ham tug'ilishim uchun belgilanganmidim? Yoki bu shunchaki omadli tasodif edimi? Xuddi bir qoshiq tasodifan kimningdir yoniga yopishib qolgandik. Mening tug'ilishim ham shunchaki tasodifmi? Siz ko'pincha aytganingizdek, tasodif va inson. Siz adolat deb ataydigan inson tabiati
adolatli emish. Ammo tabiatdagi adolat aslida adolatsizdir. Agar sher kiyikni yesa, siz aytasiz, bir kuni adolat qaror topar emish. Lekin adolat bu insoniy tushuncha. Tabiatda adolat yo'q. Sher kiyikni yesa, uni hech kim jazolamaydi. Agar bo'ron kelib, yashil daraxtlarni ildizi bilan sug'urib tashlasa, bo'ron qamoqqa olinmaydi. Men yegan ovqatni ichagim hazm qiladi va buning uchun hech qanday jazo bo'lmaydi. Bu shunchaki hazm qilish jarayoni. Hammasi shunday sodir bo'ladi. Tabiat adolatsiz holda mavjud. Xo'sh, adolat nima? Bu insoniy tushunchadir. Shuning uchun agar kimdir sizga men senga adolat beraman desa, bu gap tabiatdan emas. Endi chapga buriling. Bu nimani anglatadi? Mana shu barcha qoidalar, tartib, intizom, odob, axloq. Chapga buriling. Aks holda nima bo'ladi? Yoki jarima to'laysiz, yoki avariyaga uchraysiz. Butun bu fazilatlar, tartib, qoidalar haydash bilan bog'liq. Chapga burilmasangiz, xavf tug'iladi. Tirbandlik paydo bo'ladi. Poraxo'rlik boshlanadi. Bularning barchasi inson jamiyatiga tegishli. Adolat bizniki. U tabiatga aloqador emas. Sher kiyikni yedi, uni qamoqqa tashlashadimi? Bunday narsa hech qachon bo'lmaydi. Shu sababli dinlarning dunyoviy va'dalariga qarasangiz, bu narsalar tabiatdan kelib chiqmaganini ko'rasiz. Bu tabiat. Ba'zi odamlar butun olam faqat tabiatdan iborat deydi. Ammo dunyo tartiblariga qarasangiz, bu tasavvur hech qayerda to'liq mos kelmaydi. Bu yerda adolat yo'q. Lekin siz menga o'limdan keyin adolat bo'ladi deb va'da berasiz. Agar bu ro'y bersa, men juda xursand bo'laman. Ammo men bunga ishona olmayman. Chunki men o'zimda bunday iymonni hosil qila olmayman. Bu iymonga nisbatan noto'g'ri talabdir. Siz yana aytasiz, o'limdan keyin adolat bo'ladi. Agar men uni olsam, xursand bo'laman. Ammo bunga ishona olmayman. Chunki iymonni majburan yaratib bo'lmaydi. Ko'plab dinlar iymonni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, agar din me'yorida bo'lsa, hammasi emas, balki ayrim jihatlari, u insonda ma'lum fazilatlarni rivojlantirishi mumkin. Bunda foyda ham bor, zarar ham. Masalan, spirtli ichimliklar ko'plab dorilar tarkibida ishlatiladi. Amerikada umr davomiyligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Ayrim xalqlarda kuzatilishicha, ular ko'proq eritilgan sariyog' iste'mol qilishadi. Boshqa tomondan, agar inson spirtli ichimlik ichsa, saraton kabi ayrim kasalliklar xavfi oshadi. Uni to'g'ri ishlatadigan odamlar ham bor. Ishonchim komilki, hurmatli muftiy bundan mamnun bo'lgan. Men ham bundan xursandman. Ammo dunyoda qancha odamlar borki, ular buning sababli o'zlarini barbod qilishmoqda. Bu xuddi spirtli ichimliklarga o'xshaydi. Ba'zi odamlar uni to'g'ri, donolik va me'yor bilan ishlatadi. Uning asl maqsadini tushunadi va suiiste'mol qilmaydi. Men qat'iy ishonamanki, chuqur hurmatga sazovor muftiy ana shunday noyob insonlardan biridir. U to'g'ri va mas'uliyatli foydalanishning namunasini ko'rsatmoqda va buni ko'rib turish menga nihoyatda yoqimli. Ammo atrofga qarasak, bugungi zamonaviy dunyoda qancha odamlar borki, afsuski nazoratni yo'qotib, o'z tabiatiga, hayotiga va ishiga zarar yetkazmoqda.